Aholi bandligini ta'minlash davlat siyosatining ustuvor maqsadlaridan hisoblanib, bugun chekka ovul va mahallalarda aholi bandligi yuzasidan ishlar tizimli turda olib borilmoqda. Bo'zatov tumanida ham kambag'allikni qisqartirish va bandlik bo'limi tomonidan fuqarolarni ish bilan band qilish maqsadidagi ishlar natijadorligini oshirish, joriy yilning shu kuniga qadar qilingan ishlar tafsiloti yuzasidan matbuot anjumani tashkil etildi. Matbuot anjumanida so'zga chiqqanlar yurtimizda davlatimiz rahbari boshchiligida aholi bandligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar xususida, shuningdek, tuman ahlining obod turmushi borasida fikr bildirishdi. Unda ommaviy axborot vositalari xodimlari ham o'zlarini qiziqtirgan savollarni berib, tegishli javoblarni olishdi. Press konferensiyadan asosiy ko'zlangan maqsad Bo'zatov tumanida kambag'allik hamda bandlik yo'nalishida ishlangan ishlarni tahlil qilishdan iborat bo'ldi. Hozirda ommaviy axborot vositalari xodimlari bilan birgalikda mahalladagi hokim yordamchilari tomonidan bajarilgan ishlar sarhisobi ko'rib chiqildi. Ya'ni chorvachilik, qamorqa yo'nalishlarida bajarilgan ishlar tanqidiy tahliliy o'rganib chiqildi. Prezident qarori talabi bilan 12% kredit olgan fuqarolarning bugungi kunda kreditdan maqsadli foydalanayotganligi o'rganilib chiqildi va hozirda o'zining daromadini topib, ishlash sharoiti yaxshilanganiga guvoh bo'lindi. Shundan so'ng anjuman ishtirokchilari tumanning Bo'zatov shaharcha fuqarolar yig'inida bo'lib, aholi bandligini ta'minlashda mahallada yettilik faoliyatiga e'tibor qaratishdi. Masalan, Qiyos Kevlimjayev Qashqadaryo viloyatidan mart oyida Hisor zotiy qo'ylarni olib kelib, uyda boqib kelmoqda. Undan tashqari, Malika Jo'ldasbayeva ham hokim yordamchisi ko'magi bilan imtiyozli kredit olib, uyda kartoshkachilik va parrandachilikni rivojlantirib kelmoqda. Ommaviy axborot vositalari xodimlari qishloqdagi mazkur manzillarda bo'lib, aholi bandligi bilan yaqindan tanishdilar. Tumandagi yana bir ovullardan biri Qusqanatov ovul fuqarolar yig'ini bo'lib, bu manzilda ham aholi bandligi yo'lida qator ishlar olib borilmoqda. Hamyurtlarimiz hokim yordamchisiga o'z muammo va masalalari yuzasidan murojaat qilib, bugun farovon turmush kechirmoqda. Bir guruh jurnalist va blogerlarning tumandagi tanishish jarayonlari mana shunday qilib o'z yakuniga yetdi. Sizlarga